Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi kunlarda havo haroratining keskin ko'tarilishi aholi, ayniqsa xizmat faoliyatini ochiq maydonlarda olib borayotgan shaxsiy tarkib salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yoz mavsumida oftob va issiq urishi kabi salbiy holatlarni oldini olish masalalari haqida bugun mutaxassis bilan suhbatlashamiz. Studiyamiz mehmoni Milliy gvardiya markaziy devoni tibbiyot boshqarmasidan tibbiy xizmat kapitani Isomiddinov O'lmas aka bo'ladilar. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. O'lmas aka, shu kunlarda juda ham havo harorati keskin oshib ketdi. Mana shunday issiq harorat inson salomatligiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Albatta, bu bunday issiq harorat inson salomatligiga o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Bu issiq joylarda ko'p yurishi natijasida bu inson salomatligini birinchi navbatda tibbiy muvozanatga saqlovchi tizimni ishdan chiqaradi. Bu esa tananing qizib ketishi natijasida qon tomirlaridagi kapillyar qon tomirlar kengayib va tanani sovutish maqsadida o'zidan ko'p ter ajratadi. Bu ter ajratishida o'z navbatida aylanib yuruvchi qon hajmining kamayishi yoki yurakning tez urib ketishiga sabab bo'ladi. Oftob urishi bilan issiq urishning farqini gapirib o'tsangiz va dastlabki belgilarini ham aytib o'tsangiz. Albatta, ikkalasi ikki xil jarayon hisoblanadi. Oftob urishi, ya'ni bu quyosh urishi hisoblanadi. Bu to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ta'siri natijasida mehnat faoliyatini yoki o'sha olib boruvchi insonlarda kuzatilishi mumkin yoki bosh kiyimsiz yurgan insonlarda kuzatiladi. Bu issiq urishi esa bu yopiq binolarda havo ventilyatsiyasi yaxshi bo'lmaydigan, havo aylanishlariga imkoniyat bo'lmaydigan issiq joylarda kelib chiqadi. Ikkalasining ham farqi albatta bemorning anamnezida kelib chiqqan holatda yoki uning hushsizlanib yotgan joyidan kelib chiqib taxminiy tashxislarni qo'yish mumkin. Oftob yoki quyosh urgan o'sha insonlarga qanaqa qilib birinchi yordam ko'rsatishimiz mumkin? Birinchi navbatda oftob yoki quyosh urgan insonlarda uni albatta soya joyga olib o'tib, soya shamol aylanadigan joyga olib o'tish kerak. Qisib turuvchi tugmalari yechiladi, oyoq qo'l yuzlari esa sovuq suv bilan yuvilib, tez tibbiy yordam brigadasini chaqiriladi. Tushunarli. Quyosh urishdan saqlanish uchun insonlar nima qilishlari kerak? Asosiy tavsiyalar qanaqa? Asosiy tavsiyalardan biri bu albatta quyosh nuri tik tushadigan joylarda ko'p yurmaslik, kunning kunduzgi vaqtlarda, ya'ni 12:00 dan 17:00 ga qadar imkon qadar quyosh nuri tik tushadigan joylarda yurmaslik, bosh kiyimsiz yursa agar zarurat tug'ilsa, buni soya salqin joylarda yurish tavsiya qilinadi. Tushunarli. Endi qarang, baribir ham ko'plab fuqarolarimiz bozorda yoki bo'lmasam ko'chada, tashqarida ishlashadi. Ana o'sha paytda-chi ularga qanaqa tavsiya berish? Unda albatta bosh kiyim bo'lishi kerak. Tabiiy paxta matolardan tikilgan oq kiyimlarni kiyib yurish tavsiya qilinadi, chunki quyosh nurlarini to'g'ridan-to'g'ri o'ziga tortib olish xususiyati kam hisoblanadi. Demak, qora va to'q rangli kiyimlarni kiymaslikni tavsiya qilasiz. Ko'proq suyuqlik ichish tavsiya qilinadi. Organizmda o'zi o'rtacha 1 kilogramm tana massasiga 30 ml suv ichish tavsiya qilinadi. Bu o'rtacha hisobda 2,5-3 litr hisobda suyuqlik ichish to'g'ri keladi. Bu o'zini yo'qotadigan suyuqliklarning hajmidan kelib chiqqanda bu ilmiy nuqtai nazardan isbotlangan. Gazli ichimliklarchi? Bu albatta endi noto'g'ri hisoblanadi. Endi kimgadir tavsiya qilingan bo'lishi mumkin, kimgadir tavsiya qilinmagan bo'lishi mumkin. Meni o'zimda tibbiyot xodimi sifatida tavsiyam gazli ichimliklarni iloji boricha iste'mol qilmaslik, ayniqsa energetiklarni iste'mol qilmaslik. Bu endi keyingi mavzularga bo'lib ketadi. Yurak qon tomiri kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin, jigar kasalliklariga. Ko'pincha o'sha gazsiz sovuq bo'lmagan, xona haroratida bo'lgan suyuqliklarni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Agar sovuq bo'lgan muzdek ichimliklarni ichsa, endi boshqa yuqori nafas yo'llari kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Issiq urishi va oftob urishidan tashqari yoz faslida ichak kasalliklari ham ko'payishi mumkin. Uning asosiy sabablarini ham gapirib o'tsangiz. Albatta, bu to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'tkir ichak kasalliklaridan yoz mavsumida juda ko'p kuzatiladi. Poliz ekinlaridan, keyin meva sabzavot mahsulotlaridan yuvmasdan, gigiyenik ishlov bermasdan, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilmasdan iste'mol qilish natijasida o'tkir ichak infeksiyalari kasalliklari kelib chiqadi. Hurmatli tomoshabinlar, ko'rinib turibdiki, yozgi mavsumda salomatlikni asrash har birimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa yuqori harorat sharoitida ehtiyotkorlik, tozalik va sog'lom turmush tarzi turli salbiy holatlarning oldini olishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.